Qishloqdagi qizlardi bugungi rubrikasi qizlarda bog'chaga tashlab chiqishdan boshlandi. Bugun oshxonam uchun ba'zi kerakli narsalarni olgani boraman. Juda ko'p idishlarimiz sinib, yo'qolib, har xil bo'lib ketganida hammasini 100% bo'lmasa ham ba'zilarini bir-biriga moslab, bir xil qilib oldim. Ertalab kechqurunda sovuq bo'lib qolgan, sezayotgan bo'lsanglar, oshxonamiz tagi beton, ustiga linoleum solingan. Oyog'imdan zak o'tib ketmasligi uchun damashniy tapichka ham oldim. Yangi olgan idishlarimni yuvib, tozalab, joylab qo'yaman deb tursam, dadam ikkita kirim bor, chayqa ber deb qoluvdi. Shartta yuvib qo'yib, keyin oshxonamni tozalashga tushdim. Hamma joyini yig'ishtirib, tozalab olib, idishlarimni ham joylab oldim. Shu oshxonaga olingan gaz plitani sotib olib, o'rniga kichkina va ikkitali gaz ballon tushadiganidan olsammi deb turibman. Chunki buni faqat plitasidan foydalanyapman xolos. Duxovkasini ishlatish uchun bo'lsa baland yonadigan gaz ham kerak ekan. Bizda bo'lsa gazdan asar ham yo'q. Oxirgi marta gazni yonganini ko'rganimga ham 5-6 oy bo'lib qoldi. Qishloqda ovqat pishirish uchun deyarli hamma uyida gaz ballon ishlatadi. Chunki gazga ishonch yo'q, to'q bo'lsa qimmat. Shunga men ham gaz ballon ishlatishga qiziqib turibman. Kim uyida gaz ballondan foydalansa, uni foyda va zararlari, ehtiyot choralari haqida kommentariyaga yozib ketinglar. Qishda gamini yozda ye deganlaridek tayyorgarligimni ko'rib qo'ymoqchiman.